Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslarimizdan birodarlar, rostgo'ylik manzilatini o'qiyotgan edik. Bugun oxirgi dars. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda kunu ma'as sodiqin, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar deb buyurdi. Rostgo'y inson deganda odamlarning aksariyatini tushunchasi yolg'on gapirmaydigan odam. Yolg'on gapirmaydigan odam rostgo'y deyiladi. Ha, bu ham rostgo'ylikning bir ko'rinishi, so'zdagi rostgo'ylik. Lekin rostgo'ylik deganda bundan boshqa ma'nolari ham bor. Inson so'zida rostgo'y bo'ladi, qilayotgan ishlarida rostgo'y bo'ladi va holida rostgo'y bo'ladi. Mana shu uchala turi bor bo'lsa, shu inson haqiqiy rostgo'ylardan deyiladi. So'zida rostgo'y bo'lishi, aytayotgan gapini voqelikka to'g'ri kelishligi. Aytayotgan so'zi voqelikka to'g'ri kelsa, bu odam so'zida rostgo'y. Endi qilayotgan ishlari aytayotgan so'ziga to'g'ri kelsa, bu odam o'zining fe'lida, ishlarida rostgo'y. Endi uchinchi turi holida rostgo'y. Tili va amalida bor narsa qalbida ham bo'ladi. Haqiqiy rostgo'y odamda mana shu uchala ko'rinish bo'lishligi kerak bo'ladi. Yana shu darsimizda aytib o'tgan muhim nuqtalardan bittasi, agar Alloh bilan bo'lgan muomalangizda sodiq, rostgo'y bo'lsangiz, Alloh albatta niyatingizga yetkazadi. Ya'ni ahlingizni, ayolingizni toatga, ibodatga chaqirishlik niyatida sodiq bo'ladigan bo'lsangiz, Alloh sizga shunday bir ilhomni, shunday bir uslubni, shunday bir so'zlarni beradiki, u bilan boyaga aytayotgan maqsadingizga yetasiz. Haq yo'lda sobit turaman deb niyatingizda sodiq bo'lsangiz, Alloh sizga mana shu haq yo'lda bo'lgan odamlarni ro'baro qilib qo'yadi, haqni topib olasiz. Rostgo'ylikni 5 ta turini gapirdik undan tashqari. Rostgo'ylik kirishi, rostgo'ylik chiqishi, rostgo'ylik tili, rostgo'ylik qadami va rostgo'ylik o'rni. Rostgo'y bo'lgan insonga nima bor? Rostgo'y bo'lgan inson hayotda xotirjam yashaydi. Rostgo'y bo'lgan odam, sodiq bo'lgan odam Alloh taoloning panohida bo'ladi. To'g'ri odamni Alloh saqlaydi. Ya'ni sodiq bo'lgan, rostgo'y bo'lgan odamni Alloh taolo saqlaydi. Rostgo'ylikning ta'riflaridan biri ham ayni mana shunday: so'zingga amalingni muvofiq kelishligi. Yana aytiladi, rostgo'ylik qalbingni tiling bilan bir xil bo'lishi. Birovni ko'rasiz, uyingizga kelib qoladi, uyingizga mehmon kelib qoladi yoki ko'chada uchratib qolasizda, "Ha, birodar, bormisiz? Sog'intirib yordingiz-ku. Sizni ko'rib boshim osmonga yetdi. Ay, bormisiz? Ko'rganimdan xursandman." Ketgandan keyinchi joningiz orom oladi. Ketgandan keyin xursandsiz. Demak, bu odam rostgo'y emas. Musulmonlar bunaqa bo'lmaydi. Qalbingda yo'q narsani bor qilib ko'rsatish bu yolg'onchilik deyiladi, kazzoblik deyiladi. Taassuf, agar qidirib ko'rsak, juda ko'pchiligimizda mana shu sifat bor. Odamlarga boshqacha yuzi bilan ko'rinamiz, o'zi aslida qalbimizda boshqa narsa bo'ladi. To'g'rimi? Rostgo'ylik haqidagi keyingi ta'rif: siring va oshkoringni bir xil bo'lishi. Odamlar ko'rib turgan holating bilan odamlar ko'rmayotgan maxfiy holatingni bir xil bo'lishligi. Halokat o'rnida ham haq so'zni aytishing. Moling, joning, hurriyating ustida xatar turganda ham chin so'zli bo'lishing. Haqni aytishdan qo'rqmasliging. Mana shu ham rostgo'ylikning bir ta'rifi bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsang, Alloh seni saqlaydi, o'zi himoya qiladi, o'zi rioya qiladi, o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Ana, tarixdan misol aytadigan bo'lsak, Hasan al-Basri, tobiinlarning ulug'laridan. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi, bu Banu Umayyaning amirlaridan bo'lgan, juda bir fosiq, tog'iy, zolim odam bo'lgan.
juda ko'p musulmonlarning qonlarini oqizgan, nohaq. Hasan Basriy ana shu Hajjoj ibn Yusuf haqida aytgan Hajjojga yoqmaydigan so'zlarni yetkazishdi. Hasan Basriy siz haqingizda undoq dedi, bundoq dedi. Hajjoj ibn Yusuf bu ulug' tobiinni qatl qilmoqchi bo'lib saroyga chaqirdi. Majlisiga jallodni hozir qilib qo'ydi. Hozir Hasan Basriy kiradi-da qatl qilinadi. Hasan al-Basriy majlisga kirdi, jallodni ko'rdi. Xonaga kirib ketyapti, bir narsalarda pichiradi. Hajjoj uni ko'rishi bilan shart o'rnidan turdi-da, yugurib oldiga borib, ochiq yuz bilan kutib oldi. Salom alayni qo'yiq qildi. O'zini oldidan joy berdi, o'tirdi. Bu manzarani ko'rgan jallod, eshikda oldida turadigan odamlarda hayoli uchdi boshidan. Chunki bu narsa uchun chaqirilmagan edi-da. Hajjoj bu ulug' tobiin bilan suhbat qildi, duo so'radi, bir qancha savollarni so'rab bilgandan keyin izzat ikrom bilan kuzatib qo'ydi. Hasan Basriy haq so'zni halokat o'rnida bo'lsa ham aytdi. Shuning uchun Alloh taolo uni saqladi, qo'lladi. Shuning uchun as-sidqu manjat, rostgo'ylik faqat najotga boshlaydi. Bir kishidan qo'rqib turibsan yoki bir kishidan bir narsani ta'ma qilib umid qilib turibsan. Birodan qo'rqyapsan, ikkinchisidan bir narsa umid qilyapsan. Mana shularning oldida ham rost so'zni aytadigan bo'lsang, seni qadring baland bo'ladi. Mana shu ikkala odamning oldida gapirayotgan gapingga qarab turib, o'zingni kazzob yoki rostgo'yligini bilib olsang bo'ladi. Bittasidan yomonlik yetmasin deb qo'rqib turibsan, ikkinchisidan bir narsani ta'ma qilib umid qilib turibsan. Demak, mana shu ikki odamning oldida, ikki toifani oldida aytayotgan so'zingdan o'zingni kimligini bilib olsang bo'ladi. Endi bittasini zararidan qutulish uchun, ikkinchisini foydasidan umid qilib, Allohni norozi qiladigan bo'lsa ham ularga yoqadigan so'z aytasanmi? Mana shu o'rinda malomatchining malomatidan qo'rqasanmi, yo'qmi? Foydani ham, zararni ham kim berardi? Alloh beramidi? Bittasidan zarardan qo'rqyapsan, bittasini foydasidan umid qilyapsan. Vaholanki uni zararini, buni foydasini beradigan yoki qaytaradigan kim? Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Junayd rahimahulloh dedi: Sodiq, rostgo'y inson bir kunda 40 marta bezotalanib turadi. Riyokor, yolg'onchi esa 40 yil bo'lsa ham bir xil holatda turaveradi. Qaytaramiz. Sodiq, rostgo'y inson bir kunda 40 marta bezovta bo'lib turadi. Kazzob, riyokor, yolg'onchi inson esa 40 yil bir xil holatda turadi. Nima degani bu? Rostgo'y inson gunohga kirib qolmay, adashib ketmay, xatoga yo'l qo'ymay deb doim xavotirda turadi. Shuning uchun 40 marta uning holati o'zgaradi. Hali namoz o'qiydi, hali tasbih aytadi, hali tilovat qiladi, zikrda bo'ladi, silay rahim qilishga shoshiladi. Yolg'onchi bo'lsa bir xil turadi. Unda bunaqa xavotir yo'q. Shuning uchun holati o'zgarmaydi. Shayton uni xotirjam qilib qo'ygan. Unda bunaqa iztirob yo'q. Chunki bu odam yolg'onchi odam. Shaytonning maqsadini amalga oshiryapti-da. Shuning uchun shayton uni xotirjam qilib qo'ygan. Hamma yog'ing zo'r deydi. Haqiqiy rostgo'y odam Allohning shariatidan chekkaga chiqib ketib qolmaydi, xavotirda turadi, iztirobda turadi. Kazzob odam xotirjam turadi. Misol, bir talabadan jomiyani yoki bir madrasani talabasidan o'qishlar qalay ketyapti desiz, alhamdulillah hammasi yaxshi deydi. Nima degani bu? Yolg'onchi degani bu. Nima uchun hammasi zo'r alhamdulillah deyapti? Chunki o'qimayapti-da u. Alhamdulillah hammasi zo'r deydi. Talabalar bormi ichimizda? Hamma o'qinglar zo'rmi talabalar? Ha? Hamma fandan zo'r o'qiyapsizlarmi? Agar talaba o'qishlar qalay bo'lyapti desa, hammasi zo'r desa, bilingki bu yolg'onchi.
Chunki albatta bir fan bor, tushunmayapti. Qaysidir bir moddani bir nima qilmayapti, anglay olmayapti. Agar bu fe'lan darsiga e'tiborli bo'lganida, fe'lan ilmda yaxshi natijaga erishaman deb harakat qilayotgan bo'lsa, albatta bir mushkula chiqar edi. Bitta fanni tushunmayotgan bo'lsa, sherik kerak, biror bir fandan, bir ustozdan qo'shimcha ma'lumot olish kerak bo'lardi. Demak, o'qishlar qalay desa, hamma yo'q zo'r deyaptimi? Ishonmang. Bu odam yolg'onchi bo'ladi. Borib sinab ko'ringlar-da borib. Mana jiyaningiz o'qiydi, katta ukangiz o'qiydi, o'g'lingiz o'qiydi. O'qishlaring yaxshimi uka? Yo jiyan desangiz nima deydi? Ha, zo'r amaki deydi. Hammasi zo'r deydi. Shu o'rinda yana bitta bir mulohaza bor-da. Bir jo'ralar bir mehmonga domlani chaqiradi. Bir ziyofatiga yo bir qandaydir to'y munosabati bilan bir xos majlisda o'tirasizda, domla biror bir mavzuda bir yarim soat, 40 minut suhbat qilib beradi. Domla darsni tugatgandan keyin savollar bormi deydi. Qanaqa holat bo'ladi? Indamay o'tiradi hammasi. Bitta ham savol yo'q. Bunaqa holatda ikki xil baholaymiz a. Yo mana shu yarim soatlik suhbatda hamma tushundi, o'shuning uchun savol bo'lmadi. Yoki hech kim shu narsani tushunmadi, hech kimga qizig'i yo'q edi. O'shuning uchun savol bo'lmaydi. Demak, kazzob inson 40 yil bo'lsa ham holati bir xil turaveradi. Sodiq inson bo'lsa, bir kunda 40 marta holati o'zgarib, iztirobga tushib turadi. Mana bu narsani yesa bo'ladimi, yo'qmi? Mana masalaning javobi qanaqa bo'ladi? Falon holatda haqni kim to'laydi? Ish haqida, muomalasi haqida, zikri, namozi haqida albatta savoli bo'ladi. Chunki u sodiqda u. Qilayotgan ishim xato bo'lib qolmasin degan xavotiri bor uni. Allohning huzuridagi martabasi haqida g'ami bor uni. Ammo kazzob odamda aytdik, u doim bir xil. Demak, bunaqa inson nafas olib harakatlanib turgan bo'lsa ham mayyit hisobida bo'ladi. Tirik insonda g'am bo'lish kerak, savol bo'lish kerak, mushkula bo'lish kerak. Chunki tirik inson harakatda bo'ladi-da. Rostgo'ylik manzilati. Bu bitta manzilat xolosmi? Yoki hamma yaxshi manzilatlarning onasimi? Qaytaraman savolni. Mana sakinat manzilati, istiqoma manzilati va bir qancha manzilatlarni o'qidik. Rostgo'ylik manzilati o'zi bitta manzilat xolosmi? Yoki hamma xayrli manzilatlarning onasimi? Ha birodarlar, darsimizni boshida aytdik. Inson hayotda erishaman deb, qo'lga kiritaman deb bir narsaga harakat qildi va qo'lga kiritdi. Demak, shuni orqasida rostgo'ylik turgan edi. Endi inson bir narsani qo'lga kiritaman deb harakat qildi, qo'lga kirita olmadi. Demak, shu ishda u sodiq emas edi. Agar rostgo'y bo'lganida unga erishgan bo'lardi. Agar biz hamma manzilatlarning onasi Alloh bilan rostgo'y bo'lish desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun rostgo'y odam Allohning unga bo'lgan munosabati ila qiziqtiradi uni. Boshqalarni bir chekkaga surib qo'yadi. Alloh bilan rostgo'y bo'lsa, qolganlarni ham Alloh undan rozi qilib qo'yadi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhudan bu ulug' sahoba aytadi, biz Masih Dajjal haqida gaplashib o'tirgan edik. Oldimizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib keldilar-da, aytdilar: "Mening nazdimda sizlar uchun Masih Dajjaldan ham xavfliroq narsa haqida xabar beraymi? Ya'ni bir narsani xabarini beraymi-ki, Masih Dajjaldan ko'ra sizlarga xavfliroq." Biz ha dedik deydi bu sahoba. Shunda Rasululloh aytdilar: "Yashirin shirk." U shirk kishi namozi uchun turib dedilar. Boshqa odam unga qarab turgani uchun namozini zinatli qilishidir. Namoz o'qiyotganingizni ko'rib qolishuvdi, boshqacharoq turib oldingiz. Odamlar ko'zi tushgan paytda namozini chiroyliroq qilishlikka, zinatliroq qilishga harakat qilish, birodarlar, maxfiy shirk deyilyapti. Birodarlar, bu
mavzuda aytadigan oxirgi so'zimiz albatta rostgo'ylik to'g'rilikka, yaxshilikka boshlaydi. Qachon sen Alloh bilan rostgo'y bo'lsang, Alloh seni ishingni o'zini qo'liga oladi. Qachon Alloh bilan rostgo'y bo'lsang, Alloh seni ishingni o'zini qo'liga oladi. Seni bir holatdan boshqasiga o'tkazadi. Bir maqomdan yuqoriroq martabaga, maqomga ko'taradi. Bir fahmdan afzalroq fahmga boshlaydi. Mana shunday yuksalishning asosiy poydevori rostgo'ylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zi maqtagan sodiq bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.